Qo'sqingiz osh emas, ammo eg'izqicha bir narsalarni yegingiz kelib ketib boramdi. Bu o'riqlash jarayoni siz uchratgan eng cho'ng masalaga deyman-a. Oshqoza yana to'q, tomoqlar bir xil qo'saq to'ydi, ammo pryanik yeb baqqingiz va kamput yeb baqqingiz va ochiq narsalarni yeb baqqingiz bir xil. Bir yerlaringizdan bir narsa kamdek his qilib, uni buni yegingiz keldi. Shundaqmi? Endi siz o'riqlayman deb qanday qilyapsiz deganda, un guruch tomoqlarini, asos oshlarni ozaytib, go'sht bilan sayko'ktatni ko'proq yeyapsiz. Shundaqmi? Go'sht bilan sayko'ktatqimi qo'sqingiz to'yotdi, ammo eg'izqicha bir narsalarni yeyapsiz. Endi nima uchun un guruch tomoqlarini azroq yeysiz? Chunki un guruch tomoqlari bo'libmi shakar moddasi yuqori narsalarni bakchiq yevasak, badandagi insulin bakchiq ishlab chiqarilib, bizning badandagi ortiq narsalarni moyga aylantirib yutadi. Bizning maqsad shu insulin bakchiq ishlab chiqmizga deganni o'ylashyapmiz. Ammo insulin chiqmasin, ishlab chiqarilmasin degan gap emas juma. Bu insulinning qildigan ishi u ortiq narsani moyga aylantirsam emas, badandagi yana 10 necha xil hormon bilan birlikda badanning tampongligini saqlaydigan narsa u. Bo'libmi bizning cho'ng miyamizga bizning yemakliklarga bo'lgan xushallik tuyg'urimizni avatib beradigan narsa. Insulin yaxshiroq ishlab chiqarilsa, bizning cho'ng miyamiz yeydigan narsalardan bir xushallik topa oladi. Manzu gansi yuqori ko'tarildi. Gapni tushunishib bo'ldimi? Shunlashqa o'riqlayman deb un guruch tomoqqa bo'lib asos ashliq karbonatlarni biroqlam yemaslikninki bo'lmaydi unda qilsangiz o'zingiz qiynalib ketasiz. Bir ichki qo'shiq jiqroq yeng, xemir bo'lamdi, guruch bo'lamdi, jiqroq yeyavering ichki qo'shiq. Siz faqat pranik, anadagi sangza, kamput, naychamda bevosita shakar qitilgan mundaq yemeklarni yeyamsizlar. Asos ashliq o'zimizning bir vaqt tomoqining orasidagi un guruch, qo'ngshuqonoq, kav, yangi deganni sal jiq yeb qo'yganga hech nima bo'lmaydi. Insulin bakchiq ishlab chiqarib kelsa bo'lmaydi, ammo bak oz ishlab chiqarilsa bo'lmaydi. Gapim tushunib bo'ldimi? Ma cho'ng miyamizga bir inkas kelsa, uchur kelsa, va siz yeydigan narsalardan bir xo'shalik topolmay, yana yesam bo'ldi, bir narsa kamdek uni yeymi, buni yeymi? Yana shu yeydigan narsaning qiymini o'plam o'riqlayolmaydigan gap. Qo'rqmay shu vaqt tomoqning orasidagi asos ashni azroq yeb, o'zingizning kayfiyatini yaxshilab oling, orduqingizni chiqarib oling. Ma cho'ng miyaning bir orduq chiqsin. Bo'ldi, az bo'ldim deganda, anandikin uzun bardosh beraysiz degan gap. Meni Gonjo qo'yishni unutib qolma. Sizning masalangizdan dal joydan ish berma. Maqulmi bir tal yurak berib saqlab oling, g'ayrat qiling.